Tishlarni cheska qilganda rostdan ham emalga zarar yetadimi yoki umuman cheska qilmaslik qanday oqibatlarga olib keladi? Bugun siz bilan shu haqida gaplashamiz. Cheska o'zi qanday jarayon? Cheska bu o'z nomidan kelib chiqib, tozalash, ya'ni tish toshlari va nalyotlardan tozalash. Ovqatlanganimizdan so'ng tishlarimizda qoladigan ovqat qoldiqlari vaqt o'tgan sari karashlar, ya'ni qattiq toshlarga aylanib boradi va bu karashlar ikki turga bo'linadi va ikki xil kasallikni keltirib chiqaradi. Milk ust karashlari, milk ost karashlar. Milk ust karashlari tufayli pulpit, ya'ni tish pulpasining ochilib qolishi natijasida undagi nerv to'qimasining yallig'lanishi. Milk ost karashlari tufayli esa periodontit, ya'ni periodont to'qimasining yallig'lanishi va u yerda yiring hosil bo'lishi, chaynaganimizda kuchli og'riq, tishlarning bo'shashishi va og'izdan juda ham yoqimsiz hid kelishi mumkin va shu oqibatlarga olib keladi. Ana endi asosiy muammo, cheska qilganimizda rostdan ham emalga zarar yetadimi? Yo'q, emalga zarar yetmaydi. Agarki bu kuchli mutaxassis tomonidan to'g'ri protokolda olib borilsa.